bitta aqli kalta bittasi chiqib gapiryapti. Uni hamma yo'da ommalashib ketib qoldi. Ko'rdinglarmi? Erga tekkandan keyin tug' desa tug'mayman deylar deb xotinlar gap o'rgatyapti ana. Eringiz bitta ish aytsa qilmayman deylar deydi. Ana o'shanda sizlar koroleva bo'lasizlarmish. Er nazardan qolsa Xudoni nazardan qoladi-ku. Mana shu ijtimoiy tarmoqdagi ba'zi bir qo'shnilar ichidagi aqllilar bor, u xotinlarni izdan chiqarib yuboryapti. Ijtimoiy tarmoqdagi hayot emas u. Men har doim misol keltiraman-da, men o'zimizga yaqinlarimizni ayollarda ham shunaqa muammolar kelib chiqib qoldi. Hatto ajrimga kelib qoldi. Yarashtirganda aytdim: "Ey kelin, qoningiz butmi? Ha, but. Ustingiz butmi? But. Bolalaringiz bog'chaga boryaptimi? Boryapti. Qozoningizda har kun ovqat qaynayaptimi? Qaynayapti. Allohga shukr qiling. Bu kimgadir orzu bu ishlar. Bu ijtimoiy tarmoqdagi har kun gul ko'tarib keladi degan safsatalarga ishonmang. Har kuni erini u yoqqa bu yoqqa aylantirgan olib chiqyapti degan ayollarga ishonmang. Nimaga qoraga deydi? Bitta sababi bor dedi. Ko'r, ya'ni hayotiy ko'rda u. Dunyoni zulmat bo'lishini xohlaydi. O'zini hayoti yo'q uni. $1000 telefon tutgan bilan, $500 abaya kiygan bilan, betiga shipak o'pgan, zo'rin surgan bilan u baxtli bo'lib qolmaydi u. Er shuni og'zini eshitmaydi deb yopib qo'ygan bilan u baxtli bo'lib qolmaydi. Er uni xotinni ko'rganda ko'zi quvnasin uni. Uni ovozini eshitmaydi deb unga muomala qilmasin. Uni ovozini eshitsa deb muomala qilsin. Har bitta xatti-harakatdan rozi bo'lsin. Mehr degan narsa bor-ku. U puldan qimmat turadi-da u. Hayvonning hayotdan farqi yo'q ba'zilarining hayoti. Lekin ijtimoiy tarmoqda juda go'zal ko'rsatyapti hayot. Natijada sog'lom oila buzilib ketyapti-da. Sog'lom oila buzilib ketyapti.